لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن مبينا وتبيانا كل شيء وأرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في قرآن العزيز: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Allah subhanahu wa ta'ala Mülk Suresi'nin 24. ayetinde mındaq dedi: Digin ey Muhammed, o Allah sizlarni yer şarida yaratıp atrapqa tarqatdi. Allah subhanahu wa ta'ala tarafiga hammanglar hesap bergili toplanısılar. Yani yer şarida her xil qabila, her xil millat, her xil cemiyet, her xil devlet, her xil ziminlağa Allah subhanahu wa ta'ala sizlarni yaratıp tarqatdi. Ahirista hammanglar bir maydonga jo'g'inib, Allah sizlarni qayt turgizib hesap olish uchun bir maydonda, mahshargoh maydonida sizlardan hesap oladi. Sizlarga berilgan barliq har bir ne'matdan Allah subhanahu wa ta'ala sizlardan so'roq qiladi. Yani sizlarni yaratgan va sizlarni dunyoga chachqan Allah subhanahu wa ta'ala iganglar sizlardan hesap olish uchun sizlarni o'z dargohiga qayt turgizib qaytiradi. Her qandaq bir yer sharidagi barliq harakatinglar va qayerda bo'lmasin sizlarning aram olganliginglar, turganliginglar, har qandaq bir ishga guvoh bo'lganliginglar, har qandaq bir şey yoki bir ishni sizlar bejirganliginglar, qo'linglardagi har qandaq bir narsani ve her qandaq bir igi bo'lgan kuchinglar ve igi bo'lgan iqtisodinglar mayli ma'naviy yoki moddiy bo'lsin, her bir iqtidor ve boyliqinglarning har qandigini qayerga ishlatgan ve qayerga ishlatmaganlik to'g'risida her qandaq bir ishda to'g'ri g'azablandingmi yoki to'g'ri g'azablanmadingmi, her qandaq bir ishda nahaq g'azabning keyniga kirdingmi ve her qandaq bir ishda o'zinglar xohishinglar bilan xo'shallanib nafsi xohishingning keyniga kelib bir ishda Allah rozi bo'lmaydigan ishga siz rozi bo'ldingmi yoki Allah rozi bo'ladigan ishga rozi bo'ldingmi? Sizlar qaysi ishga rozi bo'lib, qaysi ishga rozi bo'lmadinglar? Her bir ishinglarni, hattoki tabassum qilib bir ishga xo'shallik bildirganliginglar, bir ishga ochchig'inglar kelib chiroyinglarni, qo'shmanglarni turganliginglardan tatib har qandaq ishinglarni Allah subhanahu wa ta'ala bilib turdi. Her bir ishinglarga Allah subhanahu wa ta'ala sizlardan Allah farishtalar orqali yozib qo'ygani bo'yicha hisob oladi. Shuning uchun Allah subhanahu wa ta'ala dediki: Estaizu billah, bismillah. Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Sure Hicr 92-93. ayet. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, senin Parvardigoring bilan qasamki, albatta biz o barliq insonlarning hammasidan so'roq qilamiz. Ular qilgan barliq yaxshi yomon amallarining hammasidan. Yine Allah subhanahu wa ta'ala dediki: "İnna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum."
Sura G'ashiya 25-26 oyatda haqiqatan barliq insonlarning qaytib borishi bizning qishimizga qaytib keladi. Bizning dargohimizga qaytib keladi. Andin haqiqatan bizning ulardan hisob olish majburiyatimiz bor. Ya'ni Allah subhanahu va taala ularga rizq bergachga, Allah taala ularga yer sharini bergachga, Allah taala ularga payg'ambarni sallallohu alayhi vasallam avatgachga ulardan Allah subhanahu va taala hisob oladi. Demak, har bir ish hisobda, statistikada eng ichinishliq bo'lgani hozirgi ko'p sonliq dunyo ahli bo'libmi o'zining oxiratlik hisobotidan, o'zining hayotlikqa nimishga kelganligidan, naga boradiganligidan, ham nadin kelganligidan, nim mas'uliyat bilan kelganligidan hisob oladigan statistikaga ahamiyat bermayotdi. Haqiqiy matematikchi, haqiqiy statistikchi bo'la olsak, o'zimizning mush hayotlikdagi nima mas'uliyatimiz bor, biz nima ketib boramiz, bizni qanday hisob kutyotdi deganlikdan haqiqiy statistika qila olsak, haqiqiy matematiklik yakun chiqara olsak, ana ash vaqtida to'g'ri bo'lgan haqqa qaytgan bo'lamiz. Shuning uchun har bir ishimiz Allah subhanahu va taolaning dafteriga yozilgan. Allah subhanahu va taolo dediki, Estağfirullah, sanaktubu ma qalu Sura Ali İmran'ның 181-oyatida biz o insonlar ig'izidan chiqargan har bir so'zini yozib turamiz. Aql degan o'zining mushu oqibatdagi Allah taolaga hisob bergili ushrish to'g'riliq tafakkur qiladigan odam haqiqiy aql bo'ladi. Ham tafakkur qilish orqali mana shundaq bizni bir hisob kutib turdi ekan, har bir hayotlikdagi hech qanday bir şeyi baqoga yaratilmabdi ekan, har bir şeyinin hayoti dunyoda uning uchun belgilangan bir mas'uliyati bor ekan deb ashuni birdi va shundaqla mushu dunyoda o'zining oxiratdagi Allah oldiki hisobi uchun javob beradigan haqiqiy yaxshi tayyorlikni tayyorlaydi. Shu Allah subhanahu va taolo deydi: "Wa man yuti'illaha va rasulahu faqad faza fawzan azima." Sura Ahzab 71-oyat. Har qandaq bir kishi Allah subhanahu va taologa haqiqiy qalbidan rozimanlik bilan bo'ysunib itoat qilsa, Allah subhanahu va taoloning payg'ambari Allah taolodan elib kelgan barliq buyruqlarni haqiqiy Allahga itoat qilish, payg'ambariga itoat qilish yuzidan itoat qilsa, faqad faza fawzan azima. Allah taolo aytadiki, nihoyat katta bo'lgan, Allohning oldida cho'ng bo'lgan, osmon va zaminning egasi bo'lgan Allohning oldida haqiqiy martabalik musobaqada utqan bo'lgan, eng katta bo'lgan, ko'z ko'rib boqmagan, quloq anglab boqmagan, xiyolga kechib boqmagan katta ne'matga erishidi dedi. Ahmaq degan mana bu Allah taologa hisob bergidi ushrish to'g'riliq tafakkur qilmaydigan, g'aflatda, bexudlikda, har turlik o'zini aldaydigan yolg'on arzu armonlarda shayton va uningki har turli qudratlarga berilib, shaytonning aldam xaltisiga tushib, o'zini g'afil qoldirgan odam. Kelgusi Allah taolo oldiki hisobotiga mayli e'tiqodda bo'lsin yoki yaxshi amalda bo'lsin, tafakkur qilib, kelgusi Allah oldiki hisob uchun tayyorlik qilmaydigan odam. Allah subhanahu va taolo bu to'g'riliqdagi Estağfirullah, istahvaza alayhimush shaytonu fa ansahum zikrallohi ulaika hizbush shaytoni ala inna hizbash shaytoni humul khasirun. Sura Mujadala 19-oyat. Ana shu oxiratdagi uchun tafakkur qilmaydigan, tayyorlik qilmaydigan, Allah avatgan
payg'ambarlar bo'libmi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning chaqiriqini qabul qilmaydigan kofirlarga g'aflatda qolgan bixud qolg'uchi ana ashundaq nadon johil mushrik kofirlarga shayton ig bo'lib oldi. Ularga Alloh taolaning oldidagi hisobning borligini eslashni, Allah subhanahu va taolaning ularga tushirgan buyruqlarini namoz, roza, zakat va barliq tasbih zikri, ibodat, Allah buyurgan halal ishit turish, haromdan yenishni iborat bo'lgan barliq Allah buyurgan amallarni eslashni ularga shayton unutqizdi. Ana ashular şeytanның cemaati, şeytanның azası, şeytanның guruhidir. Dikkat kılınlar. Hakikaten şeytanның guruhi ular dünya ve ahiret ziyan tatıdır. Mana bu ayet bizni şununla agahlandırdı ki köz aldığımızda körülüvatkan dünyadaki bulupmu Xitay komünist kafirleri ve nurgulluğan Xitay kafirleri dünyada yaşaydı. Ular fakat özünün dünyaya nimişki kelgenlikini, nimi üçün dünyada yaşıganlıkını ve qaysi hesap ularga barlıqını ular hergiz tefekkür kılmaydı. Hatta ki Allah yaratkan bir hayvanlını mı kiçikkini iş ağırtışı yok tırık koyup yaydı, tırık koyup köydürüdü. Ular da eğer kiçikkine insan perverlik, kiçikkine ularda akıl, kiçikkine ular qarta bir özünün dünyaya nimişki kelgenlik doğruluk his duygu bulduğun bolsa azgına ularda rahim bo'lgan bo'ladi. Yani shuningdek dünyadaki mana shundoq ashaddiy kofirlarga özünü ergashtirgan dünyadaki nurg'un butparast yoki nurg'un dinsiz yoki nurg'un Hristiyan Yahud kofirlari ana ashundoq rahimsiz Allah oldidagi özünün hesap birdiganligini unutg'achqa ular Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem chaqirgan haqqa mı qaytmaydi, özünün insoniyligini mi ham bilmaydi. Mana shularning hammasi shaytonning guruhi bo'lib, bular bu dunyoda özünün hayatı netçil işleyen şu devlet, hakimiyet, cemiyet kurgan barlık arzu armallarını Allah bu dünyada veyrançılıkka, hilaketke mağlup buluş kapırdı. Şunadek Xitay komünistlerinin hakimiyet, zoravan hükümranlıkımı çokum mağlup bulduğallıkka manmış ayet alahidirin. Hem ularga verilgen bu dünyadaki dünya meişetleri ularını ahirette Allah'ın azabından kurtulduğun yolga eriştiren mi geçke o hakiki ziyankarlık bo'lgan bo'ladi. Ular nangu Allah'ın azabıda devamlık özü ergeçken komünist rehberleri yoki özü ergeçken kafir rehberleri yoki özü ergeçken her kandak hakiki chin qalbidan Allah'a tanıgan, chin qalbidan Allah'ını süyüş, Allah'a itiqat qilishning o'rniga qalbining tigida Allah'a tanıgan, ig'zida men mu'min deb qo'ygan jin munofiq bilan billa mana shundaq kofirlar mangulik azobda Allah subhanahu va taolaning g'azabi yo'liqidi. Shuning uchun har qandaq bir inson, har qandaq bir mu'min mana shundaq mangulik azobda qilishdan burun o'zining bu dunyodagi hayoti qanchalik ig'ir mushkulchilikda o'tilgandek bilinsin, ahiretdeki Allah rızalığına eriş için özünün bu dünyadaki hayatını hakiki Allah razı bulduğun yaxşı işte ötküzeli gelen bolsa Allah rızalık için ötküzgen yaxşı hayatıga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radhiyallahu anhu ve şundaqlı barlık burunqı sahabeler özünün Allah için mangan yolunda kelgen eziyetlerge hakiki Allah rızalık için cepa çekkenlikten ibaret bo'lgan muş cepasıga ko'ngilning tigida rozi mallik bilan xo'shallik bilan qabul qilib Allah uchun ching turgandek Allah uchun ching tursak o vaqtda biz Allah subhanahu va taolaning haqiqiy rahmatiga erishamiz. Yine Allah subhanahu va taola bizni mushu Allah subhanahu va taolaning azabının kelishini keyniga surib yoki azabının kelishinin darhol kamiganligidan Allah subhanahu wa ta'ala'nın azabını
ko'zga ilmaydigan, masxara qiladigan kishilar qarta deydiki, astag'firullah va yaquluna mata hazal va'du in kuntum sodiqin. O kafirlar deydiki, qachon bizga mana bu sizlar Allohga tanganlarga, kafir bo'lganlarga va chekidan oshganlarga Allohning azobi keladi degan mushu va'dinglar qachon keladi? Agar sizlar rostchil bo'la olsanglar, bizga Allohning azobini keltirib boqmamsizlar. Deb bular Allah subhanahu va taolaning ularga azob akilalaydiganligiga va akildiganligiga ular ishonmaganlikdan masxir qiladi. Agar haqiqatan Allah subhanahu va taolaning azobi ularga keladigan bo'lsa, ularga hech qanday bir fursat qolmaydi. Hech qanday bir uni gap qilg'uchilik yoki qarshilik bildirguchilik fursati bo'lmaydi. Xuddi Alloh taolo Fir'avnni halok qilgandek, ya'ni nurg'unlagan Alloh qarshi kafirlarni va ularning yurt ziminlarini mushu ziminda yerga dum keltirib atgandek. Allah subhanahu va taolo deydiki, "Qul innamal ilmu indalloh va innama ana nazirun mubin." Mulk suresi 25-26 oyat. Degan Muhammad, Rasulullah bu qiyomatning bo'lish azobidan iborat bo'lgan ilm, sizlar kiradigan har qanday bir azobdan iborat bo'lgan ilm hammasi Allohning dargohida. Va Rasulullah men ochiq oshkora ogohlantiruvchiman. Men Allah deganni qilib sizlarga ogohlantirib qo'yman, ammo azobni keltirishga faqat Allah o'zi ega dedi. Ya'ni men sizlarni bu qattiq azob kuni bo'lgan qiyomat kunidan ogohlantiraman. Mening vazifam faqat sizlarga Allah subhanahu va taolo yetkizing degan vazifani, elchilik vazifasini xiyonat qilmay joyida sizlarga yetkizib qo'yish. Azobning qachon keladiganligi faqat Allohning oldida Alloh o'zi biladi degan bo'ladi. Demak, qiyomatning qachon bo'lishi bu Alloh subhanahu va taolo o'zi o'z ilmiga qoldirgan 5 ishning birisi. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo qiyomatni o'z ilmiga qoldirgan? Chunki Allah subhanahu va taolo vallohu a'lam bisavab insoniyatni Allah subhanahu va taologa pushaymon qilib qaytish fursatiga ega qilish. Balduroq ko'proq yaxshi amal qilib bilish. Agar falon mazgil, pistoni jon, pistona vaqtda yuz berdi deydigan bo'lsa, insonlar shu vaqtda biz bormi yo'qmi deb nurg'un insonlar hattoki Allah subhanahu va taolaning ogohlantirishi quloq solmay, o'limdan iborat bo'lgan insonni dunyodan atkiydigan mushaqqat shu qiyomatga ulashtirganligini o'ylamay, nurg'un insonlar o qiyomatning bo'lishiga biz hozir ushlamaganlikin deb o'zini o'zi shaytonning yo'liga aldab ketishi mumkin. Allohning mana shu qiyomatning qachon bo'lganligini o'zi o'z ilmiga ilib Muhammad sallallohu alayhi vasallam orqali faqat bo'ladigan shartlarni bildirib, ammo uning vaqtini daflamaslik. O'zimi insoniyatga, musulmonlarga barliq taat iborat qilmoqchi bo'lganlarga, pushaymon qilmoqchi bo'lganlarga Alloh subhanahu va taolaning nihoyat rahmati. Allah subhanahu wa ta'ala deyki, "İnnallâhe indehu ilmus sa'ati ve yunezzilul gaytha ve ya'lemu ma fil arhami ve ma tedri nefsun maza taksibu gadan ve ma tedri nefsun bi ayyi ardin tamutu. İnnallâhe alimun habir." Sure Luqman 34. ayet. Hakikaten Allah subhanahu wa ta'ala'nın kışıda kıyamet ilmi Allah'ın özgü has. Ve Allah subhanahu ve taala yağmurun şurdu. Bu mu kaçan yağmurun şurduğanlığı Allah Teala'nın ilmide özü has. Ama düşkülü kopkan yağmurga hem de aynı yağmurun ki havada kilovatkan ahvalı qarab hem de yağmur falan vakti düşüş mümkün diyen o diagnoz ya ki o hazırki ilim pende koygan iş fakat Allah meydana keltirip boğan işini bilgenlik buludu. O
tecrübe arkalık Allah meydana keltirip boğan nersini bilgen buludu. Ve baliyat kudu ki anının kosakti ki oğul mu kız mu kandak halattaki buvak güzel mi set mi bunun hemmisini Allah Subhanahu wa Ta'ala buludu. O buvakның mı dünyaya türelep insan cismiga kep boğandın kin onu hazırki üsküllerde bilgenlikning özü onu fakat barını Allah yaratıp koyganını Allah yaratıp boğanını onun mançaylık yaki mança küllük boğan vaxtidaki onu bilgenlikning özülam Allah yaratıp boğanlıkını bilgen buludu. Ve hiç kandak can ate nimiş kıldıqanlıqını bilmeydi. Onunla ate ölem kelemdi. Yaki onunla nime nimetler keledi, nime xapılıqlar keledi. Onu fakat Allah Subhanahu wa Ta'ala bildi. Şuna hazır bir günde bugün mançı milyon doları var, mançı milyon altın kümüçü var adamlar. Bir günde pul çıp getiş ya pul örlep getişilen netçi birisi bir günde bayıp ketken, netçi birisi bir günde namatıp ketken, İslam yaki o halak up ketken. Netçi bir devlet bugünü şunç köranlavatqını bilen, etsi bir günün içinde dünyaya yeryüzüden onun hükümranlığı yokup ketken, anı aşındak işla yaki bir günde burun yok olan bazı Allah yaxşı ko'radigan musulmonlar jamiyatda rahbarlikka chiqib qolgan. Mana bu shuning hammasi mu Allohning ilmida. Va hech qandaq jon qaysi yerda o'lganligini bilmaydi. Demak, insonning o'limi insonga yushurun. İnsan ölümni izlab bormaydi. İnsan qayerga borsa o'lim uni izlab keladi. Ko'pincha insan men o'lmayman degan yerda yoki o'limi deb borgan bo'lsa-mu, u yerda uningga o'lim kelmay, balki inson o'ylamagan yerda uningga o'lim kelib qoladi. Shuning uchun o'lim insonni topadi. Innalloha alimun xabir. Haqiqatan Allah Subhanahu wa Ta'ala insonlarning hamma ishini bilib, hamma ishidan xabardor bo'lg'uchidir. Sura Luqman 34-oyat. Demek her bir işte hem işimizninki kaçan biz dünyada Allah bizge ölüm keltirdiğanlıqını biz kılıvatkan işimiznin kaçan derhal kılıvatkan yer toxtaydiğanlıqı yaki derhal kılıvatkan işimizinki ro'yatga chiqadiganligini hammasini Allah Teala o'zi biladi. Hem şundaqla mush qiyomatning bo'lishdan iborat bo'lgan vaqt faqat kimning qishida? Allohning dargohida. Qachon yuz berdiganligini faqat Allah o'zi belgilaydi. Ammo bilib qo'yish tegishlik bir masalaki %100% chiqayotgan kundan maydon qat'iy bizning hammamiz yanala mush qiyomatdan iborat bo'lgan kunga ushishimiz. Qiyomatning qachon bo'ldiganligini biz bilmasakmi, faqat qiyomat cho'qim bo'ldiganligini bilamiz. Shuning uchun har qanday bir mu'min qiyomatga tayyorlik qilish kerak. Chunki har qanday bir keladigan narsa yiroq emas. Har qanday oldimizda ketgini tadrijiy yiroqlashib ketgini bilan oldimizda keladigini cho'qim keladi. Ko'ringan tog' yiroq emas, cho'qim o tağının qışığa hemimiz berip qalamiz. Shuningdek Allah Subhanahu wa Ta'ala bizga va'da qilgan qiyomatning oldiga hemimiz hisob belgili berip qalamiz. Allah Subhanahu wa Ta'ala deyki: "Estağfirullah. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadalladhi kuntum bihi tad'un." Mülk suresi 27-oyat. O kafirler o Allah'ın azabını köz aldığa yıkın nah meydanga kelgen ameliyatını köygen vaqtada kafir boğan kişilerin çırayı qardap ketdi. Xapılık aşkarı buldu. Ve dildi Allah tarafından mana bu sile yalgan degan ahiret azabı mana bu şu deb Allah Subhanahu wa Ta'ala tarafından şundaq dildi. Bu ayet
bizni alohida ogohlantirdi ki, masalan, bir inson siz minayotgan yo'lingizning azroq minib bo'lgan vaqtingizda bu yo'lda mangsangiz oldingizga chiqib bo'lguncha iyaga borgan vaqtingizda darhol bir tekshirish punktiga uchrab qolasiz. Sizning ma'lum jinoyatlaringiz bor. Sizga balkim 15-20 yillik kesib ketasiz desa, "Hayqay" deb shunda oldiga chiqib uni tutib qolgan zaman o darhol chiroyi sag'rib ketadi. Yoki mushulda mangsangiz, inga basınız bu yoldan mangan yolunuzda derhal bulançı var. Ya ki siz maşinenizden bir hangıçıp gitsiniz. Ya ki şu yerde bir partlatkuş kömeklik partlap gitsiniz. Dep bir ağıhlandırış, rast haber verse, onu anlamaydan mınıp kalsa derhal kapılık gelen çağda çırayı kardap gidiyor. Naat tüksüz bunudur. Allah Teala'nın elçisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin varisleri, hakkı çakırgıcı davetçiler, ustaz ulemalar, Allah Subhanahu ve Teala'nın sözü Kur'an ve hadis ve şundakla varlık Müslüman ümmeti onlarını hakkı çakırıp Allah aldıdaki bir hisabat kıyamet gününün buluduğallığa, bulan uşaydığallık ibaret bulan bir haberini buluğu bərsə, anlıqlı unumağallık üçün bular mana şu Allah'ın azabı aldığı kəlgən vaxtda darahal qattıq azabqa uçurğallık tüpəydin yürüki titrət çırayı qardap gidi qardaşlarımız. Şunun için mana şunda qorxunuşluq gün bizi keliştin burun her birisimiz özümüzün tayyarlığını öyrəşqa əhmiyyət verişimiz gerek. Bulup mu insan beden kurulması güçlük. Özü yaş, tez hareket kılalaydıgan, aktif, çoğun arzularını meydana çıkaralaydıgan yaş vaxtıda Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini Allah Subhanahu ve Teala düşürgen hak yolunu tepiliş lazım. Hazırki insanlığa qarısak, yaş vaxtıda Allah Subhanahu ve Teala'ya uçuruştan gafil qaradı. Ömrü yoğunat, ma'lum derecede özünün işi, özününki kılıdığan mesuliyetini ada kılalmıgıdak derecede yaşanıp kalgan vaxtıda, bu dünyanın kitidiğallığa işencisi tulup kütüp boğuça, hem cinayetini, hem şehvet ihtiyacını kılıp, yoğancılık kılıp, azrak onunla ölüm yıkıllaşkanlığını his kılgan, ya ki doktorlar, ya bir oğlunu bağlanan vaxtıda, ığırrak kesel bulup, emdik gitip kalışka digellikten algan vaxtıda, nurgun Müslümanlar Allah tarafıga qaytib kelib oladi. Aslida bu insanlar balduroq haq taraf qaytish kerak edi. Chunki hozirgi dunyoda islom harakatining siyosiy jihatda qulluqqa zulm uchragan musulmonlarningki erkinlik jihatda, zulmdan qutulish jihatda islom dinining tarbiya va ta'limotlari, siyosat va huquq jihatda dunyoning hamma joylarida kuchli g'albiga erishilmaslikka sabab bo'lgan omillarning birisi mana shu. Yosh vaqtidagi kuchini muhim bo'lmagan behuda ishlarga ishlatgan, eng muhim g'oyasi islomning ustunligi, o'z xalqining zulmdan qutulishi, bo'lib Sharq Turkiston mazlum musulmonlarga o'xshash xalqlarningki, xalqimizningki ozodlikka erishishi, o'zininki to'g'ri bo'lgan islom ideologiyasi bilan yashashi, zulm istibdodning qutulishi uchun qiladigan har qanday bir mas'uliyatida va shundaqla o'zining Alloh taolo bilan bo'lgan bog'lanishi, Alloh oldiki mayli shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyati, qulchiligi, ibodatini qilishda yosh vaqtida tashivatgan, ammo shunda o'lim yiqinlashgan vaqtida undan keyin tövbe qilib qaytqanlik tufaylidan nurg'un mas'uliyatlar bekorga ketgan. Allah bu dunyoni qonuniyatni yaratgan bo'lg'achqa, shunga nurg'un musulmon qarindoshlarimiz yashangan chaqda kofirlarning zarb berishi, kofirlarningki
her türlük kıyın kıstaklarda yaşamakta. Çünkü biz yaş vaktimizde şu kapırla zerbirdiğen zerbini yo'qotishga ching turmaganligimiz, belki kapırların qo'lchimoqchilari bo'lib turib, yaşangan vaqtimizda haq taraf kelib qaytib turganligimiz uchun burun o'zimiz qo'yib ketgan yomonlik bizni agishib keynimizdan kelib bizga shundoq zarb bermoqda. Endi Allah subhanahu wa taala bir musulmon, bir insonning, har qanday bir insonning tövbesi pişaymanını giridan can çıkıp bo'lmaganchilik tövbesini qabul qiladi. Yaşangan vaqtimizda bo'lsa haq qaytganimiz bak yaxshi. Lekin biz yosh vaqtimizda haq qaytsak eng to'g'ri bo'lgan yo'lni topgan bo'lamiz. Chunki bir inson ma'lum bir shaharda yashab, o shaharda bulatma şu insan yaxshi ko'radigan, şu insan şu joyda rahat his qiladigan bir shahar ekan, shu shaharga iqomat vaqtliq turish kinishkisi olib kelibdi. U yerda yaxshi yashayotgan vaqtida sizning vaqtliq turish kinishkingizning vaqti to'shdi. Bu yerdan keting desa, u odam endi bundan keyin kelmaydigan paydaga bu yerdan ketasiz, qaratamga bosib o'tamiz desa, ko'ngli bir aram bo'ladi. Undaq bo'lgan yerda Allah subhanahu wa taala biz insonlarni bu dunyodan ketisiz, ikkinchi bu dunyoga qaytmaysiz. Ham ketgandan keyin siz uchun bu dunyoda qilgan ishingizning hisoboti va sizga bundan keyin ya baxt va ya baxtsizlik va deydigan shunda bir hisobning borligi shu insonga bundan keyin bo'ladi qiyinlashimiz. Ana ashuni ko'p inson o'ylamoqlik. Shuning uchun har qanday bir insonga darhol mana shundoq o'lim kelib Allah subhanahu wa taala ölüm parisi arqılıq burun o bilmegen nurgulluğan ahiretninki ölüm parisi canını alıdığan, cennet dövzak onunla könlüdüğen aşındak haletleri onunla kese o bir vakıraydı ki bu vakıraşını fakat insanla anılımını veren bu vakıraş aslında yer şarını titretkidek derecede vakıraydı. Kırındaşırımız biz ana aş ölüm parisi kelgen vakıda vaqirab ölüm perisi kelgan chaqda bir aram bo'ladiganlarni emas, ölüm perisi bizga Qur'oni Karimda qanday "Wan nashitati nashta" mu'minlarning jonlarini sirq aradigan farishtalar bilan qasam deydigan Allah bizga va'da bergan, bizning jonlarimizni sirq oladigan farishtalarning kelganligidan bizmi xo'shal bo'ladigan, Jibril alayhisolamning bizning jonimizni og'iri kelganligidan ölüm perisining biz xo'shal bo'ladigan ashundaq insanlar ana şundak salih müminlerden buluşka her birisimiz tirişimiz gerek. Ana şundak gün kelgende her kandak bir ölüm perisi onun cinine ağan adam ya cennet tarafki burada ya ki dövecek tarafki burada. Mümin dünyada en içini şık muşakkatlarını köygen mümin. Manımı şu ölüm perisi onun cinini edip Allah'ın buyruğuyla onu cennetki sağan vakıda cennetki seplam şunda bir cennetki kirgiziplam bir çıkagan vakıda men dünyanın hiç kanda kapılıkını kömeptim enken dünyada Allah için turmula yetiş hakaretlerge uçaş zerbi tayak yani yaş yürüttün yurtları hicret kılış yürüttün yurtları cepalarını tatış her türlük muşakkat kıyınçılıklarla kelgen boşumu muş kıyınçılıklar bunu bugün men erişken rahat nispeten hiç narsa emasken deb xo'shal bo'ladi. Bir Allah qarşı chiqqan kafir yoki munofiq fosiq har qanday jinoyatkarni Allah subhanahu wa taala do'zaxda shundalam tashlab, do'zaxdan shundalam chiqarsa, u dunyoda har qancha bak rohatlangan, necha qavat binolarda rohatlangan, necha shahvatlardan, harom yo'llardan manfaatlangan ana shundaq netçimin kovduğu şarjda yaşap, şunca rahatlık yaşayan bir ön yak zalim bolsun, şunda dövzakı kirilip, kirgizilip çıkılgan hamallan, men dünyada fakat rahat kömürtüm enken deydi. Demek, manımı şundak, yüzlerimiz karadap, köngülümüz bir aram bulup, halimiz harap bulduğun gün kiliştin burun, her kandak bir Müslüman ve her kandak bir insan, Allah'ın çakırıqı qaytib keleydi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki yol yo'qlarini
qabul qilayli, cheklimlaridan yanayli. Undaqda haqiqiy qahramon, haqiqiy hozirgi zamondagi utqan odam qandaq odam desa, yosh turib, sog'lom turib, dunyo havaslariga qiziqadigan turib, Allah subhanahu va taolaning oldiga qaytib keladigan. Yana har qandaq bir chaqda Allah subhanahu va taolo oldiga haqni bilgan hamallam o'zini keyniga surmay, mayli yosh bo'lsin, mayli qiri bo'lsin, mayli o'ttir yosh bo'lsin, o'zining haqni to'g'rigan vaqtida Allah tarafiga hayoti tinidilan bo'ldi ekan, qaytib kelgan inson haqiqiy tutgan inson. Allah subhanahu va taolo bu to'g'rilikdagi estağfirullah, bismillah. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nar jahannam wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Sure Tevbe 109. ayet. Özünün kurulması, özününki hayatı, özünün ideolojisini Allah subhanahu ve taola'dan qo'rqish ustiga qurgan odam ve Allah subhanahu ve taolo rozi bo'ladigan yaxshi amallar ustiga qurgan odam yaxshimi yoki o'zining hayoti ideologiyasini yemirilib tushib ketayotgan halokat qirg'iga qurgan odam, bu odam yaxshimi? Andın şu yemirilib tushib ketayotgan halokat qirg'i bilan billa jahannam o'tiga tushib ketgan. Mana bundaq odam haqiqiy Allohning g'azabiga yo'liqqan odam. Allah subhanahu va taolo ana shundaq yemirilib ketgan, do'zaxga tushib ketgan ideologiya hayotni o'ziga yo'l tutib mangan, o'ziga o'zi zulm qilgan, Allah bergan hayotlik fursatining g'animatini bilmagan, Allah chaqirgan payg'ambarning ovozini quloq solmagan, Allah tushirgan hidoyat Qur'on va hadisning nurini qabul qilmagan bundaq zolim qavmni Allah hidoyatga boshlaydi. Sura Tevbe 109. ayet. Demek senin her bir qildigan xizmating o'z hayotingni qurib chiqqan ideologiyaga bog'liq. O'z hayotingni qurib chiqqan g'oya va fikrga bog'liq. Senin o'ylanishingmi, sening ideologiyangdagi, sening aqidangdagi qurumining bir parchasi. Sening har atrofdagi turish aloqalaring, do'stishingmi, hammasi sening ideologiya fikriga asoslangan qulumidan kelib chiqqan bir masala. Sen ideologiya jihatda, aqida jihatda yaxshi, solih, Allah'ın razı qiladigan oila qurmoqchi bo'lsang, yaxshi ayolni, yaxshi erni izlaysa, do'st va jamoat tashkilotlariga aralashmoqchi bo'lsangmi, Allohning dinini, islomni, insonlarni baxtga erishtiradigan, Allohning dini va islom bilan yashaydigan hayotga yetaklaydigan yaxshi do'stlarni o'zingga hamroh qilsa. Mesela bazı insanlar Allah'ını razı kılmaydigan yaman, günah ma'siyat yolunun meydana kelgan bir kasbini tanlaydı. O hayatında yamanlık, günah ma'siyat, azgınlık, özünün dinine, insaniyetke ziyan saladigan ana aşındaq kasblarga ustup gidiyor. Onun asaslık desmayisi muşundaq haram yoldan keladigan bo'ladi, boshqa yo'ldan kelmaydigan bo'ladi. Aslida bu insonning, bu shaytonning yo'lidan bo'lib ketishiga, bu yo'l bunga oson bo'lib ketishiga sababmi? Bu boshda va minayotgan shu holatda shu yo'lni rozimanlik bilan tanlab shu yo'lga davom etganligidan bo'ladi. Mana bu Parvardigorini tunishda o'zini oldiganligi, vaqtni keyniga surganlikdan Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda biz o hilokat yo'liga mangan haqdan yuz o'rgan insonga
küfrü, zulüm, do'zaxning yo'lini asıllaştırıp birimiz. Degandek, pasani yassiruhu il usra. Yani özü tanlagan qiyinchilik do'zaxning yo'lini u shu yo'lga o'zi ma'qul deb ming'allik uchun haq taraf qaytmaganlik uchun shu yo'lni biz asıllaştırıp birimiz deganga o'xshash Allah subhanahu va taolo buningga haq tarafga qaytmaganlik uchun mushu yomonlikni qilish yo'lida kasb qilgan barliq yomon ishni qarta Allah buni bu yomonlikdan yaxshilikqa majburiy yetkazib qo'ymaydi. Shuning uchun har qanday bir inson yomonlik yo'lida kelgan barliq oilasining turmushi, o'zining turmushi, kasbi va hayoti haromdan kelib qolgan bo'lsa, musulmon ummatiga, musulmon xalqqa, bizdek Sharq Turkiston musulmonlarininki mustaqilligi, diniy erkinligi ve zulümden qutulishga qarshi Xitoy kommunistlariga xizmat qilish, Xitoy kommunistlariga xiyonat, nifoq bilan ishlab biz musulmonlarga baxtsizligimizga sabab bo'lishdan iborat bo'lgan ana shunday zulmni qilish bilan shunday harom kasb uning kelib qolgan bo'lsa, har qanday bir oila, har qanday bir shaxs darhol haq taraf qaytaydi. Oxiratlik azob ularga kelishdan burun biz haqiqiy o'zimizni inson davosak özümüzün manımı şundak, şu işlerden her kandak bir Müslüman bundan burun kığalla pişayman kılaylı, kılıçlı niyet kığalla kat'i kılmaylı. Bundan kim bu? Kat'i kılış niyetinden her kandak bir insan vazgeçsin. Çünkü her birisimizni cennet fakat halaldan kesip kılgan yoldan kütüp durdu. Her birisimizni dövzah haramdan, buzgunçılıktan qilgan yomon kasb bilan kutib turdi. Yana har qanday bir inson o'zidan savol, o'zidan hisob olish kerakki, u yoshligini qayerga ishlatdi. Va o'zining hushyor, jushqun davrini qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, qayerda o'tkazdi? O'zining Allah bergen evligisi kuch quvvatini qayerga sarf qildi? Allah bergen ihsatni qayerga chiqim qildi? O uzun kechalarni 50 yil davomida, 30 yil davomida kimlar bilan, qaysi eski kishilar bilan ushashib, qaysi gunoh masiyatlarni qilish bilan o'tkazdi? Yoki qaysi Allah qulchilik qilish, yaxshi amallarni qilish, Allohning Qur'oni Karimni tilovat qilish, Allah barasida tefekkür qilish, o'zining oxiratligini dunyoda oxiratga halok bo'lishdan burun tepilishdan o'tkazdi. Mushuni qarab boqsin. Va qaysi joylarga o'zining hayotida safar qilib gunoh ma'siyatlarni qildi yoki yaxshi ishlarni qildi? Haramga bordimi? Allah rozi bo'lgan yaxshi makonlarga, ilm, ma'rifat, din, hidoyat organlariga bordimi? Haqni üstün qiladigan, to'g'ri bo'lgan Allohning diniga üstün uygun keladigan haq jihodi bo'lgan ana Sharq Turkistonning mustaqilligi, iymon kufr o'ttirishga jihad qo'shash, Yahudi xristianlar bilan iymon o'ttirishga jihad qo'shash haq bo'lgan aqida jihodi, fikr jihodi va amaliy qurolliq bo'lgan amaliy jihadni har qanday bir islomni üstün qiladigan iqtisod jihad ve medeniyet fikir cihadı dek muşundak cihatlarda o Müslüman billi buldu mu ve şundak seferlerini kıldı mu ve kılgan seferlerde maksidi doğru bulup kin bağanlikin kılan işleri hata yoki hata yolga kirip kalan bolsa doğru kılış için kayıttı mı yoki kılgan şu seferlerde her kanda hata işini kılıştın yenip doğru işini kıldı mı ve her kanda doğru işini qilishlan bo'lib, xato ish qarshi turdimi, o'zini tekshirish kerak. Ham o'zininki o'tmish hayotida Allah subhanahu va taolo buyurgan namozlarni o'qishda, 5 vaqt namozlarni, tarovih namozlarini, Allah buyurgan har qanday bir da'vat va yaxshi ishlarni musulmon jamoat bilan birga, musulmon uyushmalari, guruhlari, tashkilotları, rahbarliklari xalq bilan birlikda
ilib bardimi? Masalan, namozlarni masjidlarda o'qidimi? Ömrünün ahirigacha Allah subhanahu wa ta'ala rozi bo'lgan, kelgusi ummatga iz qoldiradigan yaxshi izbosarlik, yaxshi kelgusi avlodga iz qoldira oladigan darajada to'g'ri fikri, hidoyat, ilm va to'g'ri bo'lgan haq va hidoyatga boshlaydigan sirotil mustaqim yo'lini islom dinininki Payg'ambar alayhisolamdan tortib hozirgi zamongacha uzun muddat tushib kelgan haq yo'lini jamiyatda o'zining amri bilan ulgu qilib qoldira oldimi degandek, mana bu shundoq har turlik o'zininki hayotidan so'roq qilish lozim. Shuning uchun eng muhim bo'lgani yoshlik vaqtlarimizda kelgusi bizning keynimizdan keladigan yangi izbosarlarga amaliy yaxshi iz qoldirishligidek to'g'ri bo'lgan ilm va to'g'ri bo'lgan fikri ko'z qarash va to'g'ri bo'lgan saf islom aqidasi va shundaqla kelgusi avlodlarimizni tushadigan to'g'ri bo'lgan haqiqat yo'lini amaliyatimiz orqali ularga ko'rsatib berishimiz lozim. Hozir ko'plagan islom jamiyatlarininki, ko'plagan davlatlarning, ko'plagan xalqlarning, bo'libmi bizdek Xitoy kommunistlarininki rejimga uchragan va dunyoning har qaysi yerlaridagi kofirlarning rejimga uchragan musulmon qarindoshlarimizning g'albiga erishalmaslikning asosiy yo'llaridan birisi maydonda haq yo'lni o'zining amriti bilan Rasululloh alayhisolamning hayotiga tutashtirgan holatda ko'rsatib bergan amaliy obrazlarninki ozlab ketishi tufaylidan bo'libmi shaxsiy ba'zi kishilar bu yo'lda mangan bo'lsa-mu to'plashib mush yo'lga amaliy obraz yaratgan erlar, ayollar, ixtisoshunoslar, siyosatchilar va shundaqla ulamolar va o'quvchilar, ziyolilar har birisi jamiyatdagi barliq ixtisosli kishilar bir gavda bo'lgan bir amaliy islom uchun, din uchun musulmon xalqining dunyo oxiratlik erkinligi va dunyo oxiratlik baxtsizlik uchun to'g'ri islom yo'lida mustahkam turgan Qur'oni Karimda olgan siratal ladina an'amta alayhim, ularga Allah in'am qilgan kishilarning yo'liga bizni boshig'in deb biz duo qilgan vaqtimizdagi Allah ularga amaliy to'g'ri yo'lni bilib, amaliy to'g'ri yo'lda ular g'alaba qozongan shundaq obrazlarning Payg'ambar alayhisalom va sahobalar ularning keyindan bo'lgan solih obrazlarningki maydonda oz bo'lib qilishimi bizningki yaxshi natijaga erishamasligimizga sabab bo'lgan. Shuning uchun har qanday bir musulmon qarindoshlarimiz va musulmon xalqimiz o'zimizningki yosh vaqtimizni 60 yoshga kirib bo'lgan shu uzun muddatlik yosh, o'ttirhash va bo'libmi har qanday bir xizmatni joyida qiladigan vaqtlarimizni haqni tanigan har qanday bir vaqtimizni agar yashinib qolganda bo'lsakmi biz qadrini bilib cho'qim islomga hassi qatadigan kelgusi dunyo va oxiratning baxtsizligiga erishgudek natijalar va izlarni qoldirgan yaxshi ishlarni qilgan vaqtimizda haqiqiy yaxshi ish qilgan bo'lamiz. Lekin biz umrimizning oxirigacha yashinib bir yerga berib bo'lguncha Allah subhanahu va taolaning chaqiriqlariga kelgilmay, ömrümüz bir yerga borgan vaqtida masalaga chingtirib oladigan, Allah tarafga pushaymon qilib qaytib keladigan bu ishni qilgan bo'lsak, bu mu yaxshi, lekin bu ishda nihoyat qattiq ojiz qilgan bo'lamiz qilishimiz. Masalan, hozirgi doktorlik ilmida tekshirishda bir inson hayotida bo'libmi psixologik jihatda, psixologiya jihati tekshirish etishda bir odamning badanida yomonlikqa ko'nib ketish davom etsa, o adam ko'nib ketgan bu yomon xo'ydan bir zamondan keyin voz kechay desama, uning badanidagi yomonlikqa ko'nib ketgan xo'ylari uni yomonlikqa voz ketishdan, yomonlikni tashlashdan badandagi ko'nib ketgan xo'ylari cheklab qo'ydi. Yomonlikdan darhol voz kechib yaxshilikqa mukammal ko'nishi tas bo'ladi degan bir yakunni chiqargan. Masalan, davomli damuka o'ynagan
davamlıq tamaq çəkən, davamlıq hər türlü bihuda işlarni qilib o'tishdan o'zining ömrünü o'tkazgan, bir ma'lum vaqtgacha yomonlikqa, yomon xuy, muhim bo'lmagan ishlarga lahv-lahab o'zini beko qiladigan hayotga burilib ketgan bir inson darhol pushaymon qildim, haq qaytib keldim degan vaqtda maqiliqingizni tashlang, yoki zararli chekimligingizni tashlang, yo nishingizni tashlang, yoki og'izingiz ba'zi bir yomon gapga bak ko'rib ketibdi ekan, bu ishni sal o'zgarting, ya ma xuylaringizga diqqat qiling, sizning Allohlaringizga ta'sir qiladi deb degan taqdirda u odam endi men Allohga ishondim, payg'ambar alayhisolamga ishondim, buningga tirishima uchun turg'ili, lekin ba'zi xuylarimni darhol tashlay desamma, men darhol tashlamayapman, uzun muddatdan bu xuyga ko'nib ketibdiman-kan deb ashundaq yomon xuydan uzlanmaydigan ish bor. Shuning uchun qarindoshlarimiz mana shundaq Allah Taalaga pushaymon qilgan vaqtimizdami tövbeten nasuha bo'lgan, haqiqiy sog'lom tövbe qilg'ili fursat odamga kela shunda tövbe qilgan chaqimizdami shunda tövbe qilgan vaqtimizdami sog'lom xolis tövbe qilishimizga ta'sir etkizadigan mana shundaq yosh vaqtlarimizda o'zimizni yomonlikka ko'ndirib, yomonlik bilan bo'lib ketib, qiyirgan vaqtida o'zimizning Allohga bag'ishlashimizni iborat bo'lgan tövbemizning sog'lom bo'lishiga ta'sir etkazadigan yomon xuylarni mush yosh vaqtimizda tashlashga tirishchanlik qilib, yosh vaqtida o'zimizningki hayoti jushqun vaqtida o'zimizning hayoti yaxshilikqa urg'ib turadigan umrimizda o'ttir yosh va yoshlik va shundaqla 60 yoshgacha bizning hayotimiz Allohning oldiga ketgan vaqtida hech nimani bilmaydigan, hayotga beradigan qiyinlik 70 yoshga berib qo'yishgan orliqdiki, mush 60 yosh bo'lgan orliqda darhol o'zimizni tepilishga, yaxshi ishlarni maydonga keltirishga tirishchilik qildi. Nima uchun biz o'zimizning hayotini xarob bo'lishdan burun darhol tepilishga oldiraymiz? Chunki dunyo ahlining umri qanchalik uzun bo'lib ketsin, qanchalik lazzatlar ichida yashsin, oxirisida ular o'zlarining aqllarini haqiqiy ishlaydigan bo'lsa, hammasi Alloh subhanahu va taolo oldirib qaytib keladi. Masalan, bir dinsiz yoki bir fosiq odam ba'zan chaqda yosh vaqtlarida nurg'un jinoyatlar bilan yashagan bo'lsa-mu, oxirisida haqni turib Allah subhanahu wa ta'ala tarafiga qaytib keladi. Burun Qur'onni o'qimagan bo'lsa, keyin Qur'onni o'rganadi. Burun uzun kechalarni Allohni rozi qilmaydigan ishlarga ishlatgan bo'lsa, hozir Allah subhanahu wa ta'ala oldiga qaytib kelib, kechirini Allah Taala uchun ishlatishga tirishchilik qildi. Bu yaxshi. Lekin o'z umrining beshida Allah subhanahu wa ta'alaga ximir avusturib uzun ömürlerini Allah Taalaga kişileri ibadet qilish, kunduzlari Allah razı bulduğan yaxshi ishlarni qilish, Allah chaqirgan har bir ovozda jushqunlik bilan bo'lgan bo'lsa, bu tiximi qahramonlik, tiximi haqni haqiqiy yo'ldan topganlik. Bir kishi yosh vaqtida Allah Taalaga itoat qilish bilan o'sgan bo'lsa, ma'lum vaqt o'tgan vaqtida ba'zi bir xatoliklarga tushib qolgan, bir xatolik orlig'ida bo'lib qolgan bo'lsa-mu, u darhol haq qaytgan vaqtida, yana yosh vaqtida urg'utgan haq nurlari uni keyin haq qaytgan vaqtida tiximi qayta yoritadi va uning qalbida yana yosh vaqtdagi urg'an haq tiximi jonlanadi. Shuning uchun qarindoshlarimiz, biz haq hidoyat yo'liga qaytib kelgan vaqtimizda bizningki aqlimiz, bizningki fikrimiz har xil bakteriyalar bilan zaharlanib ketib, haqni to'g'ri yo'l va to'g'ri haqiqat bilan qabul qilg'ili bo'lmaydigan darajada biz o'zimizningki hushi, aqli, hushyorligi va o'zimizningki jonliqlikni yo'qotib qo'ydigan kun kelishdan burun o'zimizning hayotida, o'zimizningki Qur'on vaqtida haqni topishga har bir qiz o'g'il hammamiz tirishchilik qilaylik. Jannatning
Turakları bizning yaşlık, Kur'an, coşkun vaqtlarimizda bizga ait yaqin. Shuning uchun har qandaq bir yosh dastlabdagi vaqtlarimizda Alloh subhanahu va taolo tarafiga qaytib kelishga darhol aldirayli. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda dedi: "Astagfirullah. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا." Sure Nisa 41. ayet. Kaçan biz her ümmetin bir şahitini, bir guvaçını keltirsek ve keltirirsek biz seni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aşı guvaçılarga seni guvaç kılıp keltirsek, yani bizge Allah subhanahu ve taala kıyamet günüsü mana şundak sot meydanını açıp hak meydanda turgan turmağanlığa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni şu günüsü guvaç kılıp ekilip hemimizni Allah Taala öz aldıda hak turgan turmağanlığımızga resva kılıdığan ana aşkın kiliştin burun biz özümüzün hak yolunu meyle her kandak yaş her kandak ömürde bulaylı derhal tepe bulaylı eğer 5 günlük vaktimiz bolsumu hakka cinimiz tenimizde ba vakti kayıtı bulaylı bulup mu ömrümüzün coşkun yaşları ba 10 yaştan 60 yaşı boğan barlık Müslüman kıyındaşlar derhal hak kayıtıp gireyle hak üçün barlığımızı kurban kılıp yeni hakkın izbasalları ve hakkın coşkun faaliyetçileri dünya ve halkara cemiyetinde akılını hayran kaldırdığan yeni parlak hizmetlerinin meydan gelişine sebep bulduğan yaxşı ülgülük kişilerden buluşka tirişanlık kılaylı. Bulup mu bizdeki Şarkı Türkistan Müslümanları dek Xitay komünistlerinin koldu kalan Palestin Müslümanları dek İsrail'in koldu kalan Yahudilerin koldu kalan ve Myanmar'dek Buddistan'ın koldu kalan dünyanın her kaç yerdek zalim kapırlarının koldu kalan şu Müslümanlar alahide hak üçün İslam din Kur'an'ın ruhuga uygun akli kirelmellik ilen sabri metanet ilen bizni toğul başıgan Kur'an'daki uygun yetekleyen ustazlar, emirler, dini, İslami boğan siyasilerinin toğru boğan kösetmerge biz işilen bile özümüzün yaxşı emri ülgülük tanantlarını özümüzünki her bir yaxşı hizmet ve kurbanlıklarını barlık igi boğan kabiliyetimiz ve ıhsaslarımızı hak yolunda çıkırış için tirişçalıklıdığan en ilgar ülgülük Müslümanlar cemaatinin buluşka hemimiz tirişçalık kılaydı. En aşında kısak Allah subhanahu ve ta'ala'nın dünya ve ahiret bahsatı girişeleyimiz. Çünkü bizden kalbimiz Allah subhanahu ve ta'ala'nı hakiki tutup Allah hakiki boşuluşta cennetke ekirdiğen İslam ideolojisi ve doğru boğan İslam fikirge uygun yolu kurup çıkışta ve bizdenki baxsizlikimiz bizni dövzekhe taşıydıgan hilaket yolu boğan azgulluk küfrü şeytanın yoluga erişip minişta. Her birisimiz Allah küfrünün şeytanın yoluga erişip kılıştın sakılsın.